102 kvadrat, 4 xona. Agar siz kutgandan ham arzonroq narxga qo'yadigan bo'lsam, menga podpiska tashlab, поддержка qilib turish esdan chiqmasa, videoning oxirida uyimiz narxini aytib o'taman. Nimaga bu yo'l olishinglar kerak? Birinchidan, 10-bekat. Shunday yo'lga chiqsanglar, deski plashatkalari bor. Parkovkadan muammo yo'q. 9 etajga dommi, 7-etaji, uyimizga obzor qilib beraman. Uyimizga kirishda yaxshi ishlarni qo'yib qo'yishdi. Bismillahirrohmanirrohim. Kirgan mana koridor. Uyimizda hech qanday ishi yo'q. Birinchi xonamiz. Uyimiz 102 kvadrat, 4 xona. Videoda ko'rib turgan hamma mebel texnikamizda qoladi. Ikkinchi xonamiz. Oshxonamiz. Stroyni mebellar qoladi. Faqat mana shu stol-stolni olib chiqib ketaman dedi. Qolgan hamma narsani qoldirar ekanlar. Uyimizdan devonlarini ko'rsanglar bo'ladi. 40 sm. 3-xonamiz. 4-xonamiz. Tualet vanna раздельный. Uyimizning narxi 79 ming. Bundan ham yaxshi foydali kontentni o'tkaza olmaslik uchun markani podpiska tashlab, поддержка qilib turinglar.